Assalomu alaykum. Bunaqasini har doim ham ko'rurmisiz? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, naqd 101 kilo keladigan laqqa balig'idan juda ham mazali va ishtahochar kabob tayyorlashni ko'rsataman. O'zi ham 5 kishi balig'i zo'rg'a osib olib, yaxshilab tozalab, kabobga yetadigan bo'ligini kesib oldi. Birinchi bo'lib yuvib tozalab olingan balig'i videoda ko'rsatilgandek qilib bo'laklariga bo'lib chiqamiz. Laqqa balig'idan kabob zo'r chiqadi, sababi qiltinog'i yo'q hamda yog'i bo'lgani uchun o'zini yog'ida juda ham mazali pishadi. Aynan shunaqa bahaybat baliq bo'lishi shart emas, istalgan hajmdagisidan tayyorlasangiz bo'ladi. Baliqni ortiqcha hidlarini ketkizib, yana ham mazali va pishganda chiroyli qilish uchun kashnich, paprika, murch, tuz, ketchup, limonning suvi, rozmarin barglari, 2 dona sarimsoq piyozni qirishdan chiqarib solib, yaxshilab aralashtirib, kamida 1 soatga olib qo'yamiz. Baliq bilan zo'r kelishadigan sabzavotlar, bulg'or qalampiri, kabachkini xuddi shunaqa to'g'rab idishga solamiz. Mazali va chiroyli bo'lish uchun paprika, tuz, ketchup solib aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan baliq hamda sabzavotlarni videoda ko'rsatilgandek qilib, bitta baliq, bitta sabzavot qilib, ishtahochar qilib siqilib olamiz. Kaboblarni qo'rada hamma tomonni qizartirib, ko'rishga qilib 5-7 daqiqa davomida pishiramiz. Bunaqasini o'zim ham endi tatib ko'rdim, mazasi juda ham zo'r chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Videoni saqlab qo'yib, yaqinlarga jo'natib, ularni ham hayron qoldirishni unutmanglar. O'zimizda ham shunaqa baliqlar bor ekan, deyishadi.